O'g'lar hammaga assalomu alaykum, sog' salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan narsam bepul generatsiya qiladigan servis bor. Yana bitta, mana shuni ko'rsatib beraman. Yaponlarning servisi Animon deyiladi. Buni hali unaqa ommabop ishlatilmayapti, chunki mana YouTube'larda, videolar nimalarda ko'rsanglar ko'p reklama qilinmagan va shuni hisobiga hozir rasm generatsiyasi juda tez bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti. Mana shuning uchun vaqt o'tkazmasdan men o'rgataman. Ko'rgan zohotimiz kirib foydalanishni boshlaymiz. Animon.ai ga kiramiz va o'zimizni Gmail pochtamiz orqali ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tganimizda bizga mana shunaqa oyna chiqadi. Mana shunaqa oyna chiqadi. Chapda mana Explore deganga bosamiz. Explore deganga bosganimizda bizda bu yerda mana shu servisda odamlar generatsiya qilgan rasmlar, animatsiyalarni bo'lishgan, ya'ni tayyor ishlarini bo'lishgan. Mana shu og'alar eng muhim narsa shu. Eng muhim bo'lim shu. Bu yerda odamlar chiqargan o'zlarining eng zo'r g'oyalar, eng zo'r mana shunisi deb, misol uchun 100 ta chiqaradigan bo'lsa, shuni bittasi zo'r deb deydigan bo'lsa, mana shuni bo'lishadi. Mana shuning uchun bu eng zo'r vaqtga. Bu yerdan juda ko'p ilhom olsanglar bo'ladi. Kirasizlar, Explore kirasizlar, o'tiringlar. Mana shu yerda o'tiringlar. 10 minut, 15 minut pastga tushirib istab o'tiringlar narsalar, g'oyalarni. Personajni ko'rasizlar, mana bunaqa personajni ko'rasizlar chiqarsa bo'lishini. Mana bunaqa personajni ko'rasizlar chiqarsa bo'lishini. Va bu yerda yana bitta muhim jihati, mana personajga borsanglar, mana bu yerda qayta ishlash deyapti. Ko'rdinglarmi? Qayta ishlash nimasi bor. Mana shuni ishlatsanglar bo'ladi mana. Ya'ni tayyor bor, kadr bor, sizlarga mana shu yoqdi, shu personaj bilan boshqa film yasamoqchisizlar, boshqa holatni yasamoqchisizlar. Mana shuni bosasizlar, tayyor. Sizlarga mana shu personajni oladi, keyingi holatini olib chiqasizlar. Bu must have deydi-ku, must have narsa. Mana shu yerda o'tiramiz o'g'lar. Bu chunki bu masalan o'zbek auditoriyasini men individual bo'lishini xohlayman. Mana shu AI sohasida ham miyaga ozuqa kerak, miyaga ozuqa bo'lish uchun buni vizual ko'rish kerak. Mana shu yerdan ko'ramiz, o'rganamiz, o'zimizga ilhom olamiz. Mana tayyor bo'lgandan keyin, bironta kadrni ko'rdik, bizga yoqdi. G'oyaga tayyor bo'lganimizdan keyin izobrazeniyaga o'tamiz. Bu yerda mana image ga bosamiz. Bu yerda mana bunaqa oyna ochiladi bizga. Har bitta oynasini bitta-bitta ko'rsatib beraman. Mana bu oynaga prompt yozamiz. Promptni ruschada yoki inglizchada yozsanglar ham bo'laveradi, o'zi tushunadi. Tushunishining sababi mana bu yerda avtoprompting bor. Mana shu o'zi sizlar yozgan promptni to'g'irlab tushuntirib beradi. Sizlar kimni xohlayotganinglarni yozasizlar, o'zbek bolasi shunday qilyapti deb mana buni yoqib qo'yasizlar. Mana bu yoniq bo'ladi, o'chirmaysiz. Mana shu bilan ishlatasizlar, to'g'irlab beradi. Va bu yerda xohlasanglar ruscha, xohlasanglar o'zbekcha yozinglar. Mana bu yoniq tursin. Keyingisi modeli, mana bu modeli bizda o'chiq bo'ladi. Chunki biz bepul tarifni ishlatyapmiz. Bepul tarifni ishlatganimiz uchun buni tanlash imkoniyati yo'q. Keyingisi opsiyalar. Bu yerda mana bu yerda rasmni formatlarini tanlaymiz. Bu yerda rasm stilini tanlaymiz. Mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, anime stil qilsa bo'ladi yoki mana Pixar stil qilsa bo'ladi. Mana bu Pixar 3D stil, mana bu anime stil. Mana bu Pixar stil. Keyingisi bu yerda nechta rasm generatsiya qilishini so'rayapti. Bizda bir turadi, chunki mana bunisi pulli, ikkitasi pulli. Biz bepul tarifda faqat bitta navbatga video generatsiya qo'ya olamiz. Bu generatsiya qilish tugmasi. Keyingisi mana bu yerda bizga chiqqan rasmlarimiz chiqadi. Bu yerda yozgan promptimiz, ya'ni mana bu yerda yozgan promptimiz chiqadi. Mana bu yerda o'sha modellari qaysini tanlaganimiz. Bu oyna bo'lishish tugmasi. Mana bu yerda Explorer'ni ko'rdik-ku, Explorer shu yerga bo'lishish tugmasi, ya'ni chiqargan videolaringizni mana shu yerda bo'lishingiz bo'ladi. Bunisi mana shu bolani qaytadan chiqarish degan. Mana shu bolani qaytadan generatsiya, mana bu yozgan promptimizni olib yana qaytadan generatsiya qilmoqchi bo'lsa, Recraftni bosamiz. Mana bu to anime degani sirazu mana shu rasmni video qilish. Ya'ni rasmimiz bor, bo'ldi, boshqa servisga o'tmaymiz, boshqa qilamiz. Mana shu yerda o'zida generatsiya qilamiz. Bular tushunarli. Mana bu o'chiradi, bu ko'chiradi, bu mana shu rasm bilan o'rtoqlaringiz bilan bo'lishasiz. Ya'ni silka beradi. Hammasi oddiy, rasm bo'yicha shu o'g'alar. Mana men chiqargan rasmlarim o'zbek bolasi kiyingan dedim. Mana rasmlari, ahamiyat beringlar, hamma yo'g'i yaxshi, detalizatsiyalari, ya'ni multfilm qilib ishlatish uchun va buni eng muhimi bekorga ishlatish uchun yaxshi sifat. Bekorga rasm olish uchun yaxshi sifat. Mana shaxmat o'ynayotgani dedim. Cho'milayotgani, mana qo'lida shumbola obunachilari uchun dedim, lekin mana bu obunachilari degan so'zni ololmadi mana bu yerda, lekin shumbolani zo'r chiqarib berdi. Endi multfilm ko'rinishida shriflarini o'zi chiroyli qilib chiqarib berdi. Qaranglar, endi buni ko'rsatdim, endi bu yerda ko'rsataman. O'zbek bolasi 10 yoshlar atrofida oq futbolka kiygan, chekada shumbola degan yozuv bor futbolkada, ya'ni emblemasi bor joyda dedim. Bu yerda men o'zimga kerak bo'lgan formatni tanlayman mana. Kvadrat format kerakmi yoki misol uchun Full HD kerakmi menga yoki Reels format kerakmi, Story format. Xolos, mana bu yerda formatni tanlayman. Misol uchun mana buni ko'rsatib beraman, 916 ni, chunki 916 gacha gruppada so'rashdi qanday bo'lish. Mana shu yerda tanlanadi.
Animeda stil tanlaymiz. Anime stili bor, komik stili bor, an'anaviy Xitoy stili bor. Keyin mana 3D animatsiyadan ko'rsatib beraman, chunki men 3D animatsiyani tarafdoriman, o'zi yaxshi ko'raman. Qaranglar, mana generatsiyani bosaman. Generatsiyani bosganimda mana ketdi. Mana jo'natish taxminan 10-15 sekund atrofida chiqadi. Bu ham nagruzkaga qarab mana. Mana bu yerda emblema chiqadi, lekin yozuvsiz. Lekin ahamiyat beringlar, 10 yoshar bola futbolkada. Buni mana bekargaligini ko'rsatib berish uchun qaranglar, mana qayta bosim ham bo'laveradi. O'xshamadimi bitta bosasizlar chiqadi. O'xshamadimi yana bitta bosasizlar yana chiqadi. Qaranglar, mana shu zaпрос, mana shu so'rovimizni keyingi stillarda chiqarib ko'ramiz. Mana animeda chiqarib ko'ramiz. Faqat buni bosganimda hozir chiqmaydi, chunki menda bepul tarifida bittadan navbat bo'ladi. Shu bittadan navbatda olamiz. Mana endi anime stilida. Xuddi shu so'rov anime stilida. Mana anime stili. An'anaviy Xitoy stilini ko'ramiz. Xo'p, bu chiquncha og'alar rasm bo'yicha tushunarli. Buni o'zgartira, mana quantity o'zgartira olmaymiz. Mana modelni o'zgartira olamiz. Biz o'zgartira oladigan narsa faqat option. Va agarda biz ishonchimiz komil bo'lsa, biz to'g'ri yozdik. Misol uchun biz GPT ga yozdikda, GPT bizga hozir mana GPT ga men so'rov berdim va GPT sizlarga mana bunaqa detalizovni yozib berdi. Detalizovni yozib berdi va sizlar mana shu promptga ishonchli komil o'zgartirmoqchimasizlar buni. Unda buni o'chirib qo'yasizlar. Bizga yordam kerak emas, ya'ni men yozgan prompt to'g'ri, menga seni yordaming kerak emas deb mana bu tugmani o'chirib qo'yasizlar. Mana bu tugmani o'chirib qo'yasizlar. Xitoy ko'rinishi mana shu bola chiqdi va nihoyat. Xullas, hammasini ko'rsatib o'tirmayman. Mana shu yerdan sizlar tanlaysizlar. Mana biz hamma yoqda to'g'riladik. Endi GPT dan olgan so'rovni ko'rsataman. Mana bu yerda GPT bor. Biz buni o'chirib qo'ydik va generatsiya tugmasini bosamiz. Mana natijasi. O'g'alar, endi buni animatsiya qilmoqchimiz. Endi bundan video yasamoqchimiz. Biz misol uchun qani menga eng yoqini mana bu bo'ldi. Mana shu bolani animatsiya qilmoqchimiz. Nima qilamiz? Mana bu yerda animatsiya tugmasi bor, animatsiyani bosamiz. Bizga mana shu bolani qo'yadi, pastda animatsiya uchun yoz deyapti. GPT ga so'rov yozdim, promptni yozdim. Bu yerda ham modelini tanlamaymiz, chunki bizda tanlangan va faqat mana 480 bilan muammo emas, ko'tarish uchun juda ko'p internetda upskellerlar bor, xohlaganimizdan foydalansa bo'ladi. Buni ham tanlamaymiz, quantity ham tanlamaymiz, chunki biz bekorga tarif. Rasm chiqarish bilan bir xil. Mana bu yerda promptni to'g'rilaydigani bor, modeli bor va bu yerda hech narsani o'zgartiramiz, prompt yozamiz, shunchaki generate tugmasini bosamiz. Videoga yubordik. Videoga yuborganimizdan keyin taxminan 15-20 minut atrofida videomiz tayyor bo'ladi, bepul tarifidaligimiz uchun. Agarda kimgadir bu servis yoqsa va buni sotib olmoqchi bo'lsa, unda mana bu yerda subscribe bosamiz va narxi $10 oyiga. $10 oyiga sotib olamiz va unlimited generation bizda bor. Mana bu ochiladi bizga. Tezroq rasmlarimiz, tezroq animatsiyalarimiz tezroq generatsiya bo'lishni boshlaydi. Va ikkitani sirazu navbatga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni bitta rasm chiqarib turib, orqasidan yana bitta rasm chiqarish qo'yamiz, ikkita. Va mana bu yerda 50 GB joyimiz bo'ladi va mana bu yerda rasmlarimizda водяной знак bo'lmaydi. Водяной знак nima degani? Mana bu bo'lmaydi. Mana Animan AI deydi. Bu yerda 50 GB joy nima degani? Agarda rasm chiqarib, video chiqarishni boshlasanglar, mana bu yerda assetsda rasmlaringiz to'planadi va ahamiyat bersanglar, hamma rasm mana bu yerda joyi bor, necha megabaytligi va bu yerda sizlarga tegishli bo'lgan joy bor. Mana 5 GB bekarga beryaptimi? Mana shu 5 GB to'lib qolgandan keyin rasmlarni tozalash kerak, o'chirish kerak bo'ladi. Mana bu yerda assets o'tganinglarda oldi ham video, ham rasmlar bo'ladi. Agarda sizlar videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, animega o'tasizlar, video chiqadi. Image-ga o'tsanglar, faqat rasmlar chiqadi. O'g'lar, videomiz tayyor bo'ldi. Videomiz generatsiyasi uchun taxminan 50 minut vaqt kerak bo'ldi. Mana bu pastdagilarni bittasini 15 minut, bittasini 20 minutda chiqargandim. Bunisiga 50 minut ketdi. Bu videoni qaranglar, promptni tushunishini. Juda yaxshi natija bepul servis uchun. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu edi. O'g'lar, ishlatinglar, foydalaninglar va zo'r g'oyalar qilib YouTube'da yondiringlar. Bosinglar o'zbegim. Savollar bo'lsa men sizlar bilanman. Nera jamoada bemalol savol beraverasiz.